Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızda başlayımız. Leksiyada sadaqacı Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağış 2025 yıl 2. ayının 26. günü haftiga çarşamba. Keçen Allah'ın günü çarşamba depti ben. Bugün çarşamba iken bugün. Sizlerge söz deydiğim bugünkü vaziyetimizin etkandı hazırlandı bu. Amerika Koşmuş Ştatlar Devlet Meclisi işke partiye. Yani partiye guruhladın alqıgan alda. İşke partiyenin ortak tonuşu asası da. Belgilegen ya ki belgilemekçi olan bir siyaset. Şu doğruda vatandaşlığa toxtunumuz. Bunun mavzusunda vatandaşım katlık bir siyaset. Amerika'da işke partiye stratejilik siyaseti enek bir ortak tanış hasıl kıldı. Mavzulu haber işkincenin 25. günü Venviyet orbiti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Rusya-Ukrayna meselesi akbaratın baş mavzusu bulup atkan küllerde bugün. Lekin Amerika Koşmuş Ştatlar Devlet Meclisi meblağ çekleş, sadı söhbeti ve Tayvan meselesi qatarlıq sezgör mesele ve sahalarda Cumhuriyet Kompartiyasının xərəçlərə qandaqda qabıl turuş. Hazır Amerika'da partiya quraqlardan alqıgan dəqqət noqtısıqa aylan. 2. ayının 25. günü Seyşembe Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Meclisi Avam Palata Cungo meselesi boyunca Fevkalade Komitetinin reisi Cammalı'nır. Ve bu komitetin opozluk azası Krishnamurti Washington'da bilim haznesi Brezneski ilmi cemiyetinde ötküzülgen diyalog yığınında yeni nöbetlik devlet meclisinin Cungo siyasetine kandak tüzüdüğallığını Amerika Koşmuş Ştatlarının Cungo'ya qaratqan siyasetini kandak tüzüdüğallığını şerhlep öttü vatandaş. Amerika Cungo oturusida stratejilik rekabetin keskinleşiga ergişip devlet meclisinin Cungo'nun Amerika'ya saladığan meblağını tekşüreş. Yani Cungo Amerika'ya meblağ salmakçı olsa bu meblağını tekşüreş. Kayaga kanda işletsen. Məqsədin nime degəndək. Tekşürüş. Asaslıq mavzu aylandı. Moliner haftanın 2. günü Seyşembe günü mındaq göstərdi. Amerika intayın güçlük devlet bexatarlığı tədbiri qollunub. Cungo'nun xrislırğı taqabıl turdu. Cungo'nun məbləğ siliş arqılıq Amerikanın devlet mənfəətini təhdid selişini çəkləydi. Bulup pen texnik sahasında Amerika allaqaçan tedbir qo'llanib, Cungo'ga harbiy ishlar münasibetlik texnika eksport qilishni chekladi. Biz tunugullatim degan to'q texnik bilan xabarimiz bo'lmay qoldi. Shuni sizlarga bu to'g'rida xabar beramiz degandik. Bu cheklash qachon boshlangan edi? 2. ayının 21. günü prezident ma'muriy buyruqqa imza qo'yish bilan boshlangan edi. Prezident Donald Trump ma'muriy buyruq imza qo'yish bilan boshlangan edi. Reuters xabar qilib bunda ko'rsatdi. 2. ayının 21. günü Cuma günü prezident imza qo'ygan ma'muriy eslatmada Amerikada chet el mablag'i komiteti Cumhuriyet Kompartiyasının Amerikada stratejik sahalarga mablag' selişini cheklash to'g'risida ko'rsatma berildi vatandaş. Bulup mu sezgör texnika ve akli mülk hukukunu egal veliştin pakas bulaş ta'kidlan. Xitoyning mush sahani kontrol qililishi mablag' orqali mushu texnikani egal velishi dollar orqali bunda pakas bo'lishni ta'kidladi. Cungo Savdo Ministerligi bu eslatmaga qarshi turganligini bildirdi. Yana bir xabar, endi sizga yangi xabar. Bilim bor.
Prezident Donald Trump hükümeti ittifaqdaşlar bilen birleşip, Cöngöge qartılgan üzek eksport qilishni qattiq boshqarishni yo'l qo'ydi. Bunda texnika endi üzek bundaqa deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 2-ayning 25 kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Washingtonda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning siyoset ijro qilg'uchi guruhi Cöngöge tarqatgan yoki Cöngöge qartılgan o'tkazgich va üzek boshqarishni texnika qattiq yo'lga qo'ydi. Hamda Amerikaning eng yaqin ittifoqdoshlariga besim ishlatib, Cöngöge eksport qiladigan üzek va o'tkazgich mahsulotni cheklash talab qilindi. Yana bir xabar vatandosh. Prezident Donald Trump Rossiya-Ukraina urushi bir necha hafta ichida oxirlashadi. Prezident Vladimir Putin tinchlik saqlash qismlarini qabul qiladigan bo'ldi. Mavzuli xabar 2-ayning 26 kuni Cöngöge nazorat orbiti e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Masalan, Prezident Donald Trump Rossiya-Ukraina urushi bir necha hafta ichida oxirlashadi dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump 24 kuni Oqsaroyda Fransiyaning prezidenti Macron bilan ko'rishganda bundoq ko'rsatdi. Rossiya-Ukraina urushi tez arada hal bo'ladi. Balki bir necha hafta ichida oxirlashadi. Hamda yaqinda Ukraina bilan qon boyligini echish to'xtami imzolab, yaqinda Ukraina bilan qon boyliqlarini echish to'xtami imzolaymiz. Prezident Trump, Donald Trump yana bundoq ko'rsatdi. Rossiya-Ukraina vaziyati muqimlashgandan so'ng Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishiman. Hozir Ukraina Rossiya urushi deganda o'tganda sizlar so'zildikmi yoki qanday? Qaraganda bu urushni to'xtatishni Prezident Vladimir Putin 5-ayning 9-kuni, ya'ni 80 yilligi Ikkinchi dunyo urushining g'alabasini qo'lga keltirganligining 80 yilligini nazarda tutib, shu bayram kunidami, shu vaqtda urush to'xtaydi, Ukraina Rossiya urushi degandek bir gapni qildi. Uning uchun aytsak, hozir aralıqda 3-ay, 4-ay, to'liq 2 oy bo'ldi endi. Hozir prezident Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump'ning bir necha hafta ichida oyoqlashadi yoki oxirlashadi Rossiya-Ukraina urushi deb ko'rsatmada bugun. Shuningdek qaraganda, xulosa yoki o'zimizga qiyosi bo'yicha gapirsak, ehtimol prezident Donald Trump bilan prezident Vladimir Putinning uchrashadiganligi, suhbatlashadiganligi vaqt jihatdan sal kechikkamda qanday vatandosh. Bu narsani bir nima degili olmaydi, faraz qilmayli. Vaqt kelganda vaqt e'lon qilinadi axir vatandoshlar. Prezident Donald Trump bunday ko'rsatdi. Birinchi ish, vaziyat muqimlashgandan so'ng Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishiman. Balki Rossiya Amerika dal hozir iqtisodiy taraqqiyot kelishimi muhokama qiladi. Amerika Rossiya dal hozir iqtisodiy taraqqiyot kelishimini muhokama qilyapti. Masalan, biz Rossiyaning iqtisodiy ahvolini urush davri iqtisodiy desangiz, endilikda bu urushda tatgan ziyon kulfatlarni asliga keltirish kerak. Buni o'zi qo'l silab avval iqtisod sohasida boshlash to'g'ri keldi. Shuni bu masalani iqtisod masalasida Amerika bilan Rossiya birlashib muhokama qilyapti. Katta ish vatandosh bu. Katta ish. Urush to'xtashidan boshqa. Urush to'xtash umididan boshqa. Prezident Donald Trump Ukraina prezidenti Zelenskiyning Washingtonni ziyorat qiladiganligi va kelar hafta Washingtonda Ukraina o'rtasida Amerika Ukraina o'rtasida kan echish huquqiy kelishimi imzolaymiz deb ko'rsatdi. Bu kan echish arliq dedik biz serak to'pa. Asosli serak to'paga munosabatlik Ukraina konzapsiyani yoki
tabii baylıqlarını etiş doğrusida kelishim. Yani bunun da alqib o'tib turgan nim dedik. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatiga, ya'ni navbatdagi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump hukumatiga Rossiyaning kon boylig'ini echish, birlashib echish to'g'risida taklif qo'ydi dedik. Endi Ukraina bilan bu kelishim imzolangan bo'lsa, Rossiya bilan o kelishim bo'yicha masalan serak to'pon konlarni ochadigan bo'lsa, nim bo'lib ketdi dunyo vatandosh. Buni bundaq natija deymizda, Jungo nimani kimning oldida? Jungoning oldida. Jungo yüzün serak to'pisini Amerikaga eksport qilishi chekildi. Chekilgan ahvol ostida mana shular. Bir hafta ichida yoki yetmagan bir hafta ichida hem Rossiyaning og'zidan chiqqan serak to'pa, hem Ukrainaning og'zidan chiqqan serak to'pa bu haqiqatan Jungoga berilgan og'ir zarba bo'ldi da vatandosh bu. Hozir o serak to'pini kontrol qilib olib, dunyo bozorini monopol qilmoqchi edi. Prezident Donald Trump bir haftalik faoliyat orqali Jungoning bu monopol qilish irodasini yo'qla qilib. Enlikte yana bir xabar, hurmatli vatandosh. Prezident Donald Trump mundaq dedi: "Men qilgan birinchi ish zarba berish usulini tavlab chiqdim." Buni tuvandagi ma'nosi mush etish degankan, endi men mayli shunda qoldim. Men qilgan birinchi ish zarba berish usulini tavlab chiqdim. Mavzuli xabar 2-ayning 26-kuni Jungoga nazar torbiyeti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika konservativ siyosiy faoliyatchilarining 2025-yillik siyosiy faoliyat yig'inida Prezident Donald Trump sahnaga chiqib, kishilarni ta'sirlantiradigan yapalash nutqi so'zildi. O mundaq ko'rsatdi: "Bu ishlarni hech kim ko'rib boqqan emas. Hem hech kim bizning bu 4 haftalik qilgan ishimizda ish qilib boqqan yoki ko'rib boqqan emas. Hozir endi do'q bir hafta ichida degandek ko'rib boqqan emas." Haqiqatan shundaq. Prezident Donald Trump Oqsaroyga kirgan bir haftadan beri buni muxbir da'vatida juma buni. Yuz bergan barliq ishlar Amerikani zilzilga soldi. Shundaqla butun dunyoni zilzilga soldi. Her bir kishi shundaq bir kayfiyat ichida Amerikada kelar qatim nima ish yuz berdi deb kutmoqda. Amerika qandaq tashqi siyosat yurgizadi deb kutmoqda. Men bu leksiyani 2ga bo'lib o'tay juma vatanda uzrab kelsa, zeriksa unda vaqt yo'q hozirgi zaman odamlarda. 2ga bo'lib o'taymi shuni. Ma birinchi leksiya oxirlashdi.